Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalomu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. O'zining habibi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqlarida bir qancha suhbatlar qilyapmiz. Alloh taoloning inoyati bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganishda davom etyapmiz. Buni bardavom qilishligini, buni manfaatli qilishligini yagona Allohning o'zidan so'rab qolamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga muhabbat qo'yishlik, qalblarimiz Rasulullohning muhabbatlari bilan to'lib toshishligini yaratgan Rabbimizdan iltijo qilib so'raymiz. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishlik, u zotga ergashishlik Alloh taoloning buyrug'idir. Allohni yaxshi ko'rgan inson Rasulullohni yaxshi ko'radi. Rasulullohni yaxshi ko'rgan inson esa u zotga ergashadi. Alloh taoloning yo'lida adashmay, hormay, tolmay harakat qilib umrini shu yo'lda o'tkazadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam umrlari davomida qilgan har bir ishlari biz uchun o'rnakdir. Tiriklik davrlarida payg'ambar alayhissalom qo'l urgan har bir ishlari, u zotning boshlariga kelgan har qanday narsa va unga nisbatan qilgan munosabatlari barchasi biz uchun namuna, ibratdir. Shuning uchun shu yuzasidan payg'ambar alayhissalomning siyratlarini o'rganishimiz kerak, bilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning har bir ishlarini avvalo u zotning zakovatlari, ziyrakliklari, farosatliliklari, aqlliliklariga emas, balki u zotning payg'ambar ekanliklari, Alloh taolo tomonidan yuborilgan elchi ekanliklariga qarab baho berishimiz kerak. Bu gapni aytishimizdan maqsad biz o'rganayotgan o'tgan suhbatlarda buni gapi boshlangan yoki gapi tugatilgan mavzu bo'lmish Hudaybiya sulhi haqidadir. Hudaybiya sulhida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning payg'ambar ekanliklari vahiyga asoslanib har bir ishni qilishlari shunday ochiq oydin namoyon bo'lgan. Inson aqli bilan olib qaralganda mushrik taraf bilan musulmonlar taraf bir bitimga, kelishuvga kelyapti. O'zaro bir va'dalashishyapti. Inson zohiran qaraganda bu o'ta bir zolim, o'ta bir to'g'ri kelmaydigan muvozanatsiz bitim ko'rinadi. Bu bitim. Ya'ni bizdan musulmon bo'lib borganlar sizlar uchun, ya'ni sizlarning diningizga kirganlarni bizga qaytarib berasizlar, lekin sizlardan bizga o'tganlarni biz qaytarib bermaymiz degan bandini qarang. Hudaybiya sulhida bu band bor edi. Bu bob bor edi. O'sha bitimda. Bunday olib qarasa agar bu o'ta ketgan zolimlik, o'ta ketgan bir to'g'ri kelmaydigan insoniy bir qarashga to'g'ri kelmaydigan, tahlilga to'g'ri kelmaydigan bitim bo'lgan. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bunga rozi bo'lishliklari, garchi musulmonlarning birortasi rozi bo'lmasa ham bunga rozi bo'lishliklari u zotning vahiyga ergashishliklariga dalolat qiladi. Nima bo'lsa ham ochiq oydin oyatga, shariatga xilof bo'lmasa agar bu ular qo'ygan shartlarga rozi bo'lishlari kerak edi payg'ambar alayhissalom. Allohning buyrug'i, Allohning irodasi shu edi. Birorta sahobaga bu bitimning mana shu shartlari yoqqani yo'q. Birorta sahoba buni yaxshi bo'ldi deb tasdiqlagani yo'q. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga rozi bo'ldilar. Rasulullohga ergashib sahobalar ham rozi bo'lishdi. Rasululloh rozi bo'lganliklari uchun rozi bo'lishdi. Lekin barchalari o'tgan suhbatda aytganimizdek asablari taranglashgan holatda qabul qilishdi buni. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam masalaga faqatgina insoniy aql bilan, tafakkur bilan yoki farosat bilan qaraydilar degan narsadan ko'ra oliyroq, yuksakroqqa
chiqishimiz kerak, ko'tarilishimiz kerak. Yo'q, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo aytganidek, "Va ma yantiqu anil hawa", havoi nafsdan gapirmaydi, o'zidan gapiradigan inson emas, balki in huwa illa wahyun yuha, u gapirayotgan har bir ishi, u qilayotgan har bir ishi vahiydir, Alloh tomonidan nozil qilingan, tushirilgan ko'rsatmalardir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu shartlarni qabul qildilar. Bu shartlarni qabul qilayotganda Quraysh qavmi xursand bo'ldi. Biz gapimizni o'tkaza oldik dedi. Eshigimizgacha kelgan musulmonlarni qaytarib uyiga jo'natdik, Madinaga jo'natib yubordik. Shuncha 400 kilometr, 500 kilometrdan kelgan odamlarni yana qaytarib jo'natib yubordik. Obro'yimiz tushmadi odamlar oldida deb o'zimiz qo'ygan shartlarni o'tkazdik deb xursand bo'lishdi. Lekin buni ortida juda katta manfaatlar bor edi musulmonlar uchun. Buni Alloh va Rasuli bilardi xolos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar Hudaybiyadan. Bu sulh Hudaybiya deb nomlanadi. Avvalo shuni ham aytib o'tish kerak. Hudaybiya degan joyga nisbat berilgan sulh, ya'ni mana shu joyda qilingan sulh. Hudaybiya degan joyda qilingan sulh, bitim sulh Hudaybiya deyiladi. Sulh tuzildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytdilar. Musulmonlar payg'ambar alayhisalom bilan birga qaytdilar. Usmon roziyallohu anhu keldilar, qo'shildilar safga. Hammalari qaytyaptilar. Umar roziyallohu anhu bilan bo'lgan voqeani aytdik o'tgan suhbatimizda. Payg'ambarimiz alayhisalom qaytyaptilar. Rasulullohga oyat nozil bo'ldi. Inna fatahna laka fathan mubina. Fath surasi nozil bo'ldi yo'lda. Biz sizga ochiq oydin fath qilib berdik dedi. Biz sizga fathu Makkani berdik dedi. Ya'ni sulh Hudaybiyani o'zi katta fath edi. Katta g'alaba edi, katta nusrat edi. Hudaybiya sulhi. Qanday fath edi? Hudaybiya sulhidan to fathu Makkagacha 2 yil o'tdi xolos. 2 yilni ichida 2 yil o'tgandan keyin Makka mushriklari bitimni buzishdi. Bitimni buzdilar. Bitimni buzganligi uchun, sulhni buzganligi uchun payg'ambar alayhissalom qo'shin bilan kelib Makkani fath qildilar. 2 yildan keyin bu sulhni hamma bandi yopildi. Tamom, tugadi sulh. O'zlari sabab bular sulh buzildi. Xullas shu 2 yil ichida ulamolar aytishadiki, shu paytgacha hijratning 6-yiligacha bo'lgan musulmonlarning adadidan ko'p kishi islomga kirdi deydi shu 2 yil ichida. Ya'ni sulh tuzilgandan keyin orada urush cheklangandan keyin, urush to'xtatilgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning atroflaridagilar, sahobalar Makka tomonga bemalol harakatlanadigan bo'ldi. O'sha atrofdagi qabilalar bilan oldi-sotdi qiladigan bo'ldi, bordi-keldi qiladigan bo'ldi. Endi urush holati emas. Bitim tuzilgan, birov-birovni burnini qonatadigan holat emas. Birov-birovga aziyat beradigan, yomon gapiradigan, urib o'ldiradigan holatlar, u vaziyatlar tugatilgan edi sulh bilan. Tinchlik juda katta ne'mat edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham shu tinchlik bitimiga imzo qo'ygan edilar. Tinchlik bitimini har qanday holatda ham, nima bo'lsa ham, qanday og'ir shartlar bilan bo'lsa ham tinchlik bitimini imzoladilar. Shundan keyin bu islom dini qaviyun bizatihi. Islom dini o'z kuchi bilan kuchli. Odamlari bilan emas. Islomning ahkomlari kuchli, islomning da'vati kuchli, islomdagi oyat va hadislar kuchli. Islomdagi amal kuchli. Modomiki shunday ekan, o'zining diniga amal qilar ekan, shu amal qilayotgan sahobalarni ko'rib, atrofdagilar o'z-o'zidan islomga kirdi. Makkani ichidan ham qancha odamlar, Makka atrofidan ham qancha odamlar islomga kirishdi. Minglab odamlar musulmon bo'ldi shu sulhni soyasida. Sulh tuzilgandan keyin, bitim tuzilgandan keyin minglab odamlar musulmon bo'ldi. Musulmonlar ko'paydi. Abul Basir degan inson, degan bir makkaliklardan biri Madinaga shu davrda Madinaga musulmon bo'lib keldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga. Makkadan qochib keldi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib musulmonligini e'lon qilib, "Men sizlar bilan yashamoqchiman, Madinada yashamoqchiman" deganlarida Qurayshliklar, Makkaliklar o'zlarini odamlarni jo'natishdi, ikkita odamni jo'natdi. Ular bu Abul Basirni olib ketishlik uchun kelgan edi. Aytishdiki, "Ey Muhammad, bitimga amal qilgin. Mana bu odam bizdan qochib keldi, senga musulmon bo'lib keldi. Endi sen bitimga amal qilish vaqti keldi. Endi va'dangga vafo qilgin. Bitimga ko'ra, sulhga ko'ra sen buni qaytarib berishing kerak." Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar Abul Basirga, "Sen bular bilan qaytishing kerak, chunki shunday sulh imzolaganmiz, xabaring bor" dedilar. Abul Basir xo'p bo'ladi deb Rasulullohga itoat qilib ular bilan qaytdi. Qo'lini kishanlagan holatda tuyaga o'tirg'izib olib ketdilar. Bir muddat Madinadan uzoqlashgandan keyin u ikki odam bir joyga dam olish uchun to'xtashdi. Abul Basir ham o'tirdi. Gulxan yoqishdi, atrofida o'tirishdi, suhbatlashib. Endi Abul Basir baribir o'zlarining odamlari. Ya'ni makkalik tanish, lekin u musulmon, bular musulmon emas, mushrik, bular olib borib buni mushriklarga topshirishadi Abul Basirni. Uni o'sha olib ketadigan odamlarni birini qo'lidagi qilichni ko'rdi Abul Basir. "Qiliching zo'r ekan" dedi. "Qayerdan olding buni?" dedi. "Falon joyda yasatdim, bunday qildim, maqtandi." "Bitta ko'ray" dedi. Qilichini oldi-yu, boyagi yondagi odamni bir urib o'ldirdi qilich bilan. Ikkinchisiga hujum qilgan edi, ikkinchisi turib qochdi. Qo'llarini yechdi. Keyin yana payg'ambar alayhissalomning oldilariga bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Sani" dedilar, "Madinaga qabul qila olmayman. Bitimga ko'ra, sulhga ko'ra bu men sulhni buzgan bo'lib chiqaman. Men hech qachon sulhni o'zim tuzgan, o'zim imzolagan sulhni buzishni xohlamayman" dedilar. "Men xiyonat qilishni xohlamayman." "Ya Rasululloh" dedi, "Men sizni shunchaki ularning qo'lidan qutulganimni e'lon qilishlik uchun sizni oldingizga keldim. Men Madinada turmayman" dedi, chiqib ketdi. Madinaga turmasdan boshqa joyda Qurayshning karvoni Shomga o'tib qaytadigan joyda bir tepalik, tog'lik joy bor edi. O'sha joyni makon tutdi o'ziga. Mushriklardan, ya'ni makkaliklardan musulmon bo'lib kelgan insonlar mana shu 2 yil davomida biz aytdikki, juda ko'p odamlar islomni qabul qildi. Bularning ichida makkaliklar ham bor edi. Makkaliklardan musulmon bo'lib kelganlar Madinaga kira olmasdi, chunki sulhni buzilishi bor edi unda. Shuning uchun Abul Basirning oldida jamlandi. Abul Basirning oldida bir qancha musulmonlar to'planib, Qurayshning o'tib qaytadigan karvonini bosadigan bo'lishdi. Qurayshning karvoni xavf ostiga qoldi. Madinaliklar tegmayapti. Demak, musulmonlar tegmayapti. Makkadan kelgan musulmonlar u joyda, yo'lda to'planib olgan. Ularga qarshi jangovar harakat qilinadigan bo'lsa, ular toqqa chiqib qochib yashirinadi. Boshqa paytda karvonni o'zi kelsa agar karvonni bosadigan bo'ldi. Keyin makkaliklar odam jo'natib aytishdiki, "Ey Muhammad, mayli sulhni o'sha bandini olib tashlaymiz" deydi. Demak, sulhda Makkadan Madinaga kelgan musulmonlarni qabul qilmaslik joyi bor edi. Ular maktub yozib, sulhni shu joyini o'zgartirishni, Makkadan Madinaga borganlarni qabul qilaveringlar deb shu joyni o'zgartirishni taklif qilishdi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga ularni qabul qildilar. Shu bilan ularning karvoni yana omonda bo'ldi. Madinaliklar, musulmonlar hech qanday Qurayshning karvoniga ko'z olaytirishmaydi, hech kim tegmaydigan bo'ldi, omonda borib keladigan bo'ldi. Azizlar, bu katta fath edi. Bu katta fath edi. Kelasi yilda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qazo umrasini bajardilar. Ya'ni hijratning 7-sanasida, aynan Zulqa'da oyida qazo umrasini payg'ambarimiz alayhissalom bajardilar. Haqiqatdan o'sha sahobiylar bilan kelib, ehromda qilichlar qinida bo'lgan holatda kirib, 3 kun Makkada qoldilar, tavof qildilar, sa'i qildilar, umra qildilar va hokazo. O'sha yerda ibodatni qilib bo'lgandan keyin 3 kundan keyin chiqib yana eson omonlikda Madinaga chiqib ketdilar.
ularning o'sha umrasini, amalini, bir-biriga bo'lgan muhabbatini, kuch-quvvatini, g'ayratini, ibodatga bo'lgan ishtiyoqini ko'rib, Makka ahlining ko'pchiligi yana musulmonlikni qabul qildi. Islomga moyilligi oshdi. Shuning uchun azizlar, musulmon kishi faqatgina gapirib da'vat qilmaydi. Haqiqiy musulmon amali bilan da'vat qilib qo'yaveradi. Chunki amal gapdan ko'ra insonni o'ziga jalb qiluvchiroq, jozibador hisoblanadi. Inson amal qilsa, bir kishi, masalan, musulmon ota-onasiga yaxshilik qilyapti, bir yigit. Hozir ota-onalarga yaxshilik qilish, ota-onani xizmatini qilish juda ham nodir bo'lib qolgan paytda ota-onasiga yaxshilik qilyapti bir yigit, bir qiz masalan. Hozir er-xotin o'rtasida, kelin-kuyov o'rtasida bir tinchlik bilan, ahillik bilan, inoqlik bilan yashash kamayib ketayotgan, ajrashishlar ko'payib ketayotgan davrda bir yigit, bir qiz, ya'ni kelin-kuyov o'zaro islomiy hayot kechiryapti-yu, biz musulmonmiz-ku deb bir-biri bilan ahil, inoq, chiroyli yashayapti, bir-birini hurmat qilib, haq-huquqiga e'tibor qilib yashayapti. Qo'ni-qo'shnilar, atrofdagilar buni ko'rib nima deydi? Musulmonchilik shunday ekan deydi. Islom bularni shunday tarbiya qilgan ekan deb islomga o'z-o'zidan havas qilaveradi, o'z-o'zidan islomga u chaqirilaveradi u odam. Islomga rag'bati, demak muhabbati ziyoda bo'laveradi. U til bilan aytishlik ham shart emas o'zi aslida. Amal bilan da'vat qilish kerak. Xuddi salaf solihlar, sahobalar amal bilan da'vat qilganlari kabi. Demak, mana shu 2 yil davomida sulh Hudaybiyadan keyingi 2 yilda amali bilan sahobalarni yoki da'vati bilan ko'plab insonlar islomga kirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sharofatlari bilan, ya'ni nubuvvatni, payg'ambarliklari, vahiyning sharofati bilan bu Hudaybiya sulhi bitimi juda ham barakali bitim bo'ldi. Alloh taolo buni yuqorida aytganimizdek Fatham mubina, ochiq oydin fath dedi, ochiq oydin g'alaba deb atadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'sha Fath surasida tush haqida ham gapiradi. Payg'ambar alayhissalom umra uchun chiqishlarining sababi bo'lgan tush haqida gapiradi. O'sha Hudaybiyadan qaytib ketyaptilar, bu oyat nozil bo'ladi. Laqad sadaqallohu rasulahu ru'ya bil haqq. Alloh taolo bandasi rasuliga, ya'ni payg'ambari elchisiga ru'yani, ya'ni o'sha tushini haq ekanligini aytdi deydi. Haqiqatda ko'rsatdi u tushni. U tush yolg'on tush emas edi. Sizlar to'g'ri hozir kirmasdan qaytib ketyapsizlar Hudaybiyadan. Lekin bu tush sidiq tush, rost tush. La tadkhulunnal masjidal haroma inshaallohu aminin muhalliqina ru'usakum va muqassirina la takhafun. Albatta Masjidul Haromga omonda bo'lgan holatda, sochlaringizni olgan yoki qisqartirgan holatda, hech narsadan qo'rqmagan holatda kirasizlar. Albatta kirasizlar umra qilishlik uchun. Fa'alima ma fi qulubikum. Sizlarning qalblaringizdagi narsalarni Alloh taolo bildi. Va ja'ala min duni zalika fathan qariba. Bundan keyin ham bir yaqin kelajakda Alloh taolo bir fathni nasib qildi sizlarga deb Fathu Makkaga ishora qiladi. Shunday qilib, demak payg'ambarimiz alayhissalom kelasi yil boya aytganimizdek tushlarida ko'rganlari kabi, tushlari rost bo'lib chiqadi, tushlarida ko'rganlari kabi demak umra qiladilar. Umar roziyallohu anhu e'tiroz bildirganlarida ham aytadilar-da Rasulullohga: "Ey Rasululloh, siz tushda umra qilganimizni ko'rdim dedingiz-ku. Nimaga umra qilmasdan qaytib ketyapmiz?" deganda, "Ey Umar, to'g'ri umra qilganimizni ko'rdim. Umra qilmaymiz demadim, umra qilamiz. Lekin aynan shu yil qilamiz degan bir kafolatni aytmadim-ku men" deydilar. Payg'ambarimiz alayhissalomga ham aynan shu yilmi, kelasi yilmi, qachon umra qilish bildirilmagan edi. Payg'ambarlarga ba'zi narsalarning juz'iyotlari bildirilmasligi mumkin. Va bu bu voqeadan oladigan eng muhim darsimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga har qanday holatda ergashishlik baxtning, saodatning kaliti. Garchi uni ba'zida bizning aqllarimiz qabul qila olmasa ham, bizning aqllarimiz uni ko'tara olmasa ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashishlik juda muhim.
Payg'ambarimiz alayhissalom bu suhbatni oldingi suhbatlarda aytganimizdek, bu suhbatni boshida aytganimizdek shuro bilan, maslahat bilan, mashvarat bilan ish qilardilar. Bu shuro tushunchasi ham islomda musulmonlar o'rtasida maslahat qilib ish qilishlik juda muhim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning har bir xatti-harakatlari biz uchun o'ta muhim bo'lgan masalalardan hisoblanadi. Bu Rasulullohga ergashishlik muhabbatning taqozosi, Rasulullohni tanishlik, muhabbat qo'yishlik bizning burchimiz hisoblanadi. Azizlar, demak Hudaybiya sulhi mana shu voqealardan iborat edi. Qisqacha tafsiloti shu. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda Xaybarda bo'lib o'tgan voqealar haqida gapiramiz. Alloh taolo aytgan gaplarimizni, eshitganlarimizni to'g'ri tushunadigan, to'g'ri anglaydigan va bu narsalardan foyda oladigan, bularga amal qiladigan bandalardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.